Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Men mazkur program riyosatchisi Erkin. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga aloqador muhim xabarlardan ma'lumot beramiz. Dünya Uyghur Qurultayı 7. ayının 29. günü Yaponiya Baş Vaziri Shinzo Abe ve Yaponiya parlamentiga təbrik xati yollab, Shinzo Abe başçılığındakı Erkin Demokratlar Partiyasının parlament sayılımında g'alaba qozonganligini qutlaqlagan. Mazkur təbrik xatidan xabardor bir xonim Uyghur rahbari Rabia Qodir xonimning Baş Vaziri Shinzo Abe janoblariga o'tgan yildan boshlab bir qancha parcha təbrik xati yollaganligini bildirdi. Rabia Qodir xonim mazkur təbrik xati haqida to'xtaldi. Amerika-Xitoy kishilik huquq dialogi davom qilayotgan mezgilda Beijing Markaziy Millatlar Universiteti dotsenti İlham To'xti yana nazarband qilingan. Ziyoratimizni qabul qilgan İlham To'xti 30 iyuldan boshlab hatto koridorga chiqishimi cheklanganligini bildirdi. İlham To'xtining bildirishicha, soqchilar uningga nima uchun nazarband qilinganligini aytmagan, lekin u o'zining bu navbat nazarband qilinishi kunming dechilayotgan Amerika-Xitoy kishilik huquq dialogi bilan munosabatli bo'lishi mumkinligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, İlham To'xti bu yil martdan boshlab 4-qitim nazarband ostiga ilingan. Pichan Lökchün yuz bergan Xitoy soqchixonasiga hujum qilish voqeasidan 2 kun keyin Aqsuning Uchturpan bozorida bir maydon qonliq to'qinish yuz bergan. Voqeada bir odam o'lgan, 2 odam yaralangan. Voqea 6 ayning 28 kuni Uchturpan bozori Yangi masjidining atrofida yuz bergan. Aşkarlanışça Uchturpan bozorlik hukumatning diniy ishlar kadri Abdulat Mutallib Yangi mahallada o'ltirishliq Anvar Umarni soqolini tushirib o'tishga qistagan. Uning orqasiga kirib olgan. Bu zo'ravonlikqa g'azablangan Anvar Umar Abdulat Mutallibga pichoq bilan hujum qilgan. Bu chog'da ko'cha charlayotgan Noilik jamoat xavfsizlik idorasining soqchilari voqeaga qo'l tiqqan. Oqibatda soqchi Anvar Aysa bilan diniy ishlar kadri Abdulat Mutallib pichoqdan yaralangan. Anvar Umarni yana bir soqchi naq maydonda etib o'tgan. Köp qismliq Türkiye filmi Böğrüler Vadisi'nin baş rolchisi Polat Alemdar yana Necati Şaşmaz Ramazan münasebeti bilan Uyg'urlarga salom yo'lladi va dunyoda zulm tugagicha Böğrüler Vadisi filmining davomlashadiganligini bildirdi. U mundaq dedi: "Men Necati Şaşmaz Istanbuldan Sharqiy Turkistonga chin ko'nglimdan salom yo'llayman. Radio to'lqinlari orqali sizlar bilan uchrashdim. Uyinglarda tor orqali Böğrüler Vadisi filmini ko'ryapsizlar. Alloh rozi bo'lsin. Böğrüler Vadisi filmini ko'rishni davomlashtiringlar. Allah xalasa Böğrüler Vadisi filmi davomlashadi. Dunyoda zulm va besim tugumigacha Böğrüler Vadisi filmimi tugumaydi. Biz har doim zulmga qarshi turamiz. İnsanlar zulm va besimga qarshi chiqish kerak. O radio to'lqinlari orqali Uyg'urlarning Ramazon oyini muboraklaydiganligini bayon qilib, mundaq dedi: Ramazon oyi munosabati bilan Sharqiy Turkistondagi butun qarindoshlarim, do'stlarim va ulug' ushoqlarimga ehtirom va salomimni yo'llayman. Ramazan oyinglar muborak bo'lsin. Alloh sizlarga yorug'lik bo'lsin. Amerika Uyg'ur jamiyati idora heyetining a'zosi Abdukim Idris apandi bu navbat Polat Alamdar bilan uchrashgan Uyg'urlarning biri. Uning bildirishicha, Polat Alamdar Uyg'urlar to'g'risida ko'p narsalarni biladigan bo'lib, Uyg'urlarga nihoyat qiziqadi ekan. 5-iyul voqeasida g'oyib bo'lganligi eng yaqinda bayqalganlarning biri Shuhrat Osmondir. Ma'lum bo'lishicha, Shuhrat Osmonning onasi 30 yillik sot xodimi, dadisi Noilik plan komitetining sobiq mudiri, bovisi sobiq yezi boshlig'i, momisi Noilik arziyat idorasining dam olishga chiqqan kadri. Tog'isi navbatda Noilik hukumatda bo'lim boshlig'i. Bularning hammasi partiya a'zosi. Halbuki 3 avlod kishilari Xitoy Kompartiyasiga hayotini beg'ishlab kelgan bu oilaning Xitoy doiralari oldidagi yuz xotirasi g'oyib o'g'li Shuhrat Osmonning o'lik tirikligini bilishga uyoqda tursin, balki uning qaysi qamoqxonada qolganligini bilishga yaramagan. Radiomiz hozirga kelguncha 5-iyuldan keyin tutqun qilinib, g'oyib bo'lgan 40 ga yaqin Uyg'urning kimligini aniqlab chiqdi. Xitoy hukumati Uyg'ur elida diniy cheklimini mislsiz kuchaytirib, Uyg'ur ayollarining hijob, chumbal artishini, paranji kiyishini cheklagan va hijobli ayollarning ommaviy so'rinlarga, hukumat organlariga kirishini, ommaviy qatnash vositalariga o'ltirishni ma'ni qilgan edi. Biroq G'o'lji shahrining Qardon yesida o'ltirishlik Gulsim xonimning bildirishicha, diniy cheklima Uyg'urlardagi e'tiqodni sustlashtirmagan, balki ilgarilab kuchaytgan. Onun ilgili süreçte hijab artış musulmon ayollarga farz. Şuna Uyg'ur ayollari hukumatning besimini depla hijabni tashlamasligi kerak. Gulsim xonimning eri ilgari diniy sabablar bilan tutqun qilinib, bir mezgildan keyin qo'yib berilgan edi.
Möhtərəm televizor köygüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu'nun haftalik xəbərlər proqrammasını gördüңlər. Kelər hafta görüşkice aman bolaylı.